Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Bugun 2026-yil 22-fevral haftaning yakshanba kuni 2026-yil. Xullas Kegelnaynda Boboshbek bozoriga bunaqa katta Soliha Babbi degan logotifli do'kon bor. Xo'p, sochiq, dasturxonlar, joy namozlar bor bu joyda. Va bular narxi bilan tanishamiz. Nech pul deyapsiz aka bularni? Ular mash pachkasi 3800 so'mdan ichida 5 ta bo'ladi. Shu turishi 3800 so'm ekan pachka narxi. Agar shu turishini shunda olaman desa nech pul? Bir donani olaman desa 4000 ga beraman. Ha, mana shu turish 4000 so'm. Shu 5 tasi 4000 so'm donaga. Endi bir baylam olsa nech pul bo'ladi? Shunda qanchaga tushadi? Bir baylam olsa 40000, 38000 ga beramiz bir baylam olsa. Shu 38000 so'mga berish ekan 50 ta bo'ladi. To'y yo marosim yo iftorlik qilmoqchi bo'lsalar, shunaqa sochiqcha yaxshi qo'latgani. Xo'p, endi ichkarida qanaqa sochiqlar bor aka endi? Har xillari bor. Mana o'sha pachkalarimiz Nech pul bu? 70000 so'm. Mana shu turishi 70000 so'm. Buning ichida 10 ta bo'ladi. Razmeri nechiga nechi bo'ladi? 50 ga 30 ga 50. 30 ga 50 bo'lar ekan. Bunisi-chi? Bularimiz 45000 so'm, 30 ga 30. Sifatli mahsulot. Bunisi-chi aka? Bularimiz xo'sh, 27 ga 45 bo'ladi. 100000 so'm Xitoydiki bu. Ha. Mana bu yerda arzonroq variantlari bor. Bu Xorazm nomi shunaqa sal ketgani. 33000 so'm, ichida 10 ta bo'ladi. 33000 so'm, ichida 10 ta bo'ladi. Bunisi ham shuniki? Ha, har xil rasepkalari bor. Buni blok holati tashqarida turganlar blok holati. Bitta rangdan 5 ta pachkani solib qo'yib, blok holati. Aka bu ona bola sochiqlarni eng arzoni nech puldan boshlanadi? Tashlarimiz 50000 so'mdan ona bolalar. Ona bola sochiqlar, shu ona bola sochiqda 50000 so'mdan boshlanar ekan donaga narxi. Eng qimmati nech pulgacha? Xo'sh, eng qimmati bizda 85000 ga. Eng qimmati 85000 so'mlik ekan. Xo'p. Mana bu sochiqlaringiz nech pul aka? Ularimiz 14000 dan. 14000 so'mdan. Telefon nomerini hozirdan eslatib qo'yaylik. Nomeringiz nechi? 99lik 301 nechi? 301 301 1144. 1144 ga telefon qilasizlar. Mana shunaqa sochiq, dasturxon, joy namozlar kerak bo'lsa. Versachilari bor, arzonroq. Arzon. Nech pul bu? Bu 10 ta ichida optimga 26000 ga. 26000 so'm bersa olib ketaveradi shu turishini. Bo'ldi. Gap yo'q. Mana ro'molchalaringiz nech pul aka? Ro'molchalar o'shalar Xitoydiki. Nech pul? Donaga nech pul? 7000 so'mdan. 7000 so'mdan. Mana pachkada turgani nech pul o'zimizda chiqqanlari? O'zimizda chiqqanlari Bir pachkasi nech pul bo'ladi? tashla 17000 so'm. 17000 so'm ichida nechta bo'ladi? 10 tadan. 22000, 17000 har xil narxda. 40000, 50000. Telefon qilaverasizlar, Masha aka, mana shunaqa narsalar sotishadi.